102 mi 105 mingta podpishchik bo'lgan. Qanaqa u kim tarbiya bergan sizlarga? Erlaringlar qayerga qaravotdi? Qanaqa onasilar? Ikkita farzandni mashinaga o'tkazib, qiynab, ertalabgacha yurib, это как так? Men hozir nafaqat bu qizlarga gapiryapman. Men ko'p blogerlarga gapiryapman. Men orqali trendga chiqmoqchi bo'lgan blogerlarga, men orqali like, prosmotrlar yig'ayotgan blogerlarga iltimos, bas qilinglar. Bizani san'atkorlarni tinch qo'yinglar. Biz orqali trendga не надо ko'tarilish. Instagram bilan haqiqiy hayotni aralashtirmanglar. Bas qilinglar. Bizani tinch qo'yinglar san'atkorlarni. Yana bitta narsa-da, o'zbek qizlarimizga iltimos, sal uyali